Assalomu alaykum mana muxlislar. Mana Qibray tumani yangi uylar, kottejlarga oldida arka, kirish kodiga arka fondan qilib berdik. Mokriy gilamsviy, mebel rang. Mebel rangdan ariqchalar qilib, buni kechasi yonadigan lidlari bilan. Bu tomonda magazin toshlarni xuddi shunaqa qilib berganmiz. Mana bu ariqcha. Lidlari bor, mana bu ichkarida lidlari yonadi. Led kechasi. Mana bu mokriy gilamsviy, mana bunisi zolotoy tub yog'och rang ariqchalar. Har bir burchagida led qo'yganmiz kechasi yonadigan qilib. Kimga xizmatlar bo'lsa beramiz. Mana bu tomonda obyektimiz. Bu yerda ham 1800 kvadrat qilganmiz. Mana bu obyektimizda tushirganmiz. Bu obyektimizda mana gilamsviy, mativiy, mebel rang ishlatilgan. Mana yangi kottejlarda ham gilamsviy, yog'och rang zolotoy tub ishlatilgan. Juda patologlari taroqchali bo'lib chiqqan. Sayoq bo'lib yaxshi ko'rinyapti, mana yangi ko'rinyapti. Alikafon gilamsviy, mativiy, yog'och rang. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa qilib beramiz.